Otajon, o'rningiz bilinyapti. Ilohim oxiratingiz obod bo'lsin, joyingiz jannatdan bo'lsin. Sanchirasam biznes plan bor edi men ko'rgan. Qanaqa biznes plan ekan o'rta? Zo'r plan ekan o'rta. Narmanli foyda qoladi. O'rta, bir hafta muhlat ber. Bitta o'ylab ko'ring. Tinchlikmi o'rta? Oldingilarni ko'rib bir kunda javobini aytib yorarding. Bunisini bir hafta deb olsam, bu ham shunaqa milliard foyda olib keladigan nima lekin o'rta? O'rta, o'sha paytda ota ish boshlayotgandim, bir duoyingiz kerak, men planni ko'ringchi. Bolam, men bunga tushunmasam, iloyim ishini barakatini bersin. Alloh kasbingni barakat topsin. Alloh. Bitta orzuyim bor edi. Niyat qildim. Mana bu mashinani kalti. Ota, mana shu mashinani sizga oldim. Mashina haydab yuring, duo qilib bizani. Iloyim kasbingdan barakat topgin bolam. Uni bo'lsa hech qatoringdan kam bo'lmagan. Amin Alloh. Alloh rozi bo'lsin bolam. Ota, nima qilyapsiz? Ham musor tashlab ketdi, agarotni tozalab yurmanda bolam. Ota, men o'zim mardikor olib kelib tozalab turaman. Uyda o'tirsangizchi oyog'ingizni cho'zib kelaman qo'ldan choy ichib. Bolam, nima qilasan? Erinchoq bo'lib otangni xonim yuradi, men yurib turay. Ota, duo qiling, men ketaman. Ilohim, amin. Xalqning yurt xizmatida bo'ling, abad. Kam bo'lmagan. Topda rizqingizni barakasini bersin. Alloh umringiz obod. Mana o'sha paytda duo qiladigan otam bor edilar. Duolarga ishonib, qo'rqmasdan ish boshladim. Hozir o'sha otam yo'li. Endi yaxshilab o'ylab, keyin ishni boshlayman o'rta. Shunaqa vaqtga keladi, ota-onamizni qidirib ham topolmaymiz. O'sha vaqt kelmasida oldin ota-onamizni xizmatini qilib, duolarini olish hammamizga nasib qilsangizlar, video yoqqan bo'lsa tarqatib qo'yamiz.